matka nimaga o'zidan o'zi og'riydi? Matka og'rishi, bu tuxumdon. Matka qayerda joylashgan? Men bilmayman, prosta eshitdim shunaqa gap, shuni so'raman. Nima eshitsangiz so'ravering, men bilaman. Matka kichik chanoq bo'shlig'ida, kindik pastida, qovoq sohasida joylashgan 3 santimetrlik organ. Homilador bo'lmagan ayolda u homiladorlikdan u kattalashib ketadi. Tushundingiz? Matkani 3-5 santimetr atrofidagi organ. Og'rishiga asosiy sabab bu matka miya bilan juda ham ko'p nerv tolalari orqali aloqa qiladi. Qattiq stress olgan ayolda hayzi buziladi. Bachadon miometriya, endometriya qavatlari, o'sha bachadon matkalari qattiq tortishuga, tonusga tushib qoladi. Masalan, bitta sababi shu qattiq stress hisobidan. Ko'p uchraydigan sababi bu endoservisit, ya'ni bachadon ichi shamollash. Ya'ni boyagi o'sha qindagi shamollash vaqtida davolanilmadi va bachadon bo'yni orqali bachadon ichiga o'tadi va u yerda og'riqlar paydo qilishi mumkin. Shamollash bo'ladi, u tuxumdonga o'tadi, turbalak o'tadi. Shuning hisobidan jinsiy ayollarning o'sha jinsiy farzandli bo'lish reproduktiv a'zolaridagi yallig'lanish hisobiga og'riqlar kuzatilishi mumkin.